Hammalarga assalomu alaykum. Mana men hozir Yunusobod gilamlar olami do'konidan video qilishni boshladim. Bu birinchi videoyimiz. Yangi kanal ochib, bugun birinchi videoni qilishni boshlaganmiz. Oldin aytib qo'yay, men bloger yoki jurnalist emasman. Ularning darajasida gapirib chiroyli tushuntirmayman, lekin imkonim boricha o'zimizni sohaga mos qilib, hamma narsani sizlarga to'liqroq, chiroyliroq qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Hozir mana do'konimizning ikkinchi etajidan hozir video qilishni boshlaganmiz. Hali birinchi etaj, pastda podvalimizda ham ancha gilamlarimiz bor. Ularni ham hammasini to'liqroq tushuntirib o'taman. Faqat bizning videoyimizda sal noodatiroq uslubda bo'ladi. Bu noodatiroq deganim qanaqa? Masalan, bugun mana bitta video qo'yadigan bo'lsak, 15 minutlik masalan video qo'yadigan bo'lsak, biz bitta dona gilamni to'liq tushuntirib beramiz. Masalan, men hamma gilamni ko'rsatib, unisi undoq, bunisi bundoq deb ochib ko'rsatmayman. O'sha soddaroq qilib tushuntiryapman. Bitta gilamni ko'rsatib, mana masalan, mana shu gilamimizning nomi Bahariy degan gilam. Masalan, shu gilam haqida bitta sonda to'liq ma'lumot beraman. Kesiladigan varianti bormi, uyga solinadigan gatoviy varianti bormi, hammasi haqida bitta gilam haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, men hozir xudo xolisa sekin gilam ko'rsatishni boshlayman. Xo'p, bo'lmasa mana men boshladim. Ikkinchi etajimizning mana hozir ko'ribni ko'rinishi. Mana bolalarimiz hozir gilamlarni taxlab o'zini chiroyli holatiga keltirishyapti. Eldor akani hamma tanisa kerak. 2-3 ta katta saytlarda, 2-3 ta katta blogerlar bilan ishlagan mutaxassisimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Hozir mana yangi sayt ochildi bizda. YouTube orqali doimiy mijozlarimiz hammaligingizni kuzatib borishadi. Bizning hamyurtlarimiz har doim kuzatib borishadi. Mana bugundan o'zimizni yangi YouTube orqali yangi saytimiz ochdik yana. Xudo xolasa bu saytimiz orqali har bitta gilamni obzorini har kungi kun davomida qo'yib, sizlarga bitta hammasini tanishtirib boramiz. Sifat qanaqa, narxlari qanaqa, optim narxlarini, razmerlarini har bittasini bittadan kun davomida tanishtirib boramiz sizlarga. Bemalol har bitta ma'lumotni, gilamlarni ilgarigi YouTube kanallarimizda, saytlarimizda hammasini ochish imkoniyatimiz yo'q edi. Bilasizlar, mana endi bugundan boshlab mana shu sayt orqali har bitta gilamimizni bitta qo'yib boramiz. Sizlardan faqatgina qo'llab-quvvatlab, yaxshi kommentariyalar, bitta podpiska qilib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Hammalarni e'tiboringiz uchun katta rahmat. Xo'p, endi gilamlarni bugun hozir ko'rsatiladigan gilamlarni qaysi gilamni ko'rsatib o'tilinadi? Hozir borib, masalan, o'sha gilamlarni bitta ko'rsatib bersangiz. Xo'p, bugungi saytimiz orqali bizning hamyurtlarimizga juda ham hamyonbop narxdagi gilamlarimizni ko'rsatmoqchimiz, video obzorini. Masalan, eng qalin gilamlar, o'rtacha gilamlar sifati 40 xildan oshiq gilamlarimiz bor. Kачествосida. Endi Samarqand gilamlarimiz orasida masalan eng hamyonbop narxlardagi gilamlarni bugun ko'rsatamiz sizlarga. Hozir mana shu ochishayotgan gilamligisi hammasi mana shu risunkalari har xil risunkalari bor, gullari bor bularni. Hozir bu ko'rsatayotgan gilamimizni gatoviy gilamni ko'rsatib o'tyapmiz. Gatoviy razmerda buni 1 ga 2 dan boshlab 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Orasida 3,5 ga 5, 3,5 ga 6, 3,5 ga 7, 4 ga 5 hamma razmerlari bor. Gullari masalan bir 6 xil, 7 xil risunkada chiqadi. Mana bu bitta ko'rayotgan gullar masalan mayda Eronning gulini olingan nusxasi. Ikkinchi gulida mana ozgina qizil aralashgan. Juda ham chiroyli mayda gulli gilamimiz bu ham. Bu maydaroq gulligi ekan-da. Bunda ham masalan ana katta xonalarda masalan solinganda ustida ustol-ustullar qo'yiladi. Boshqa qilinganda ham gullari yopilmaydigan, juda ham chiroyli chiqqan bu ham. Ozgina qizil aralashganining sababiki xonaga kirganingizda ham alohida har bitta dizaynni ko'ra olish uchun ana gullarida ahamiyat bersangiz ozgina qizil ranglar aralashgan. Bu fonimizda mana seri bilan ozgina ko'k rang aralashgan sababi hozir ahamiyat bersanglar ko'p joylarda, mebellarda, pardalarimizda shunaqa ranglar
ko'p qo'shilyapti. Keyin bu hozir bunga qo'shilgan seriya rang haqida ham bu oldingi eski seriya rangmi yo'q? Bu ranglarimizda mana ahamiyat berayotgan bu seriya o'zi ilgarigi oldingi mana seriya ranglarimizni hamma bilishadi. To'q, juda ham to'q ranglarda chiqardi. Mana yaqinroq. Mana bu ranglarimizni seriya bo'lishiga qaramasdan, lekin svetli, xonani bo'g'ib qo'yadigan darajadagi ranglar emas. Hammasi juda ham chiroyli, yorqin ranglarda berilgan. Keyin yana bitta sababi, gilamimizni mana ko'pchilik yupqa bo'lgandan keyin yuvganda kirishib ketmaydimi, qayilib ketmaydimi deyshadi. Bu unaqa bo'lmaydi bu gilam. Bunda nimaki, mana orqasi bilan to'qima, hech qanaqa kilek rahmalga berilgan emas. Mana buklab ko'rganingizda gilamni agar sifatsiz gilam bo'lsa, shuni o'zida sinadi gilam. Kilek qo'shilgan bo'lsa, kilek qo'shilib, toza, mana orqasini o'zida mana to'qilgan izi ko'rinmaydi. Bularda mana ko'ryapsiz, mana shu holatda bitta kattaroq ochib ko'rsatib bering. Buklagan taqdiringizda ham mana orqasiga gullari o'tgan. Mana buklab har tomon qayerga buklasangiz ham mana gilam sinmaydi, o'zini holatiga qaytaradi. Yuvganingizda, pilisos qilganlarda ham bu juda ham anaqasi yaxshi. Eng yaxshi tomoni dopoli tegsa ham, masalan, oddiygina mana vanishi o'zida tozalashsa ketadi. Gilamni olib chiqib yuvish shart emas. O'sha joyini o'zini oddiygina vanishni tozalashga ketadi. Keyin yana bitta narsani tushuntirib o'tib keting. Qanaqa mana masalan hozir arzon gilam deb reklama qilishayotgan gilamligisimi shu yoki bu boshqami? Masalan, biz boshqa zavodlarning molini yoki boshqa insonlar sotayotgan, hamkasblarimiz sotayotgan gilamlarni yoki birovni narsasini yomon demoqchi emasmiz. Lekin bitta narsani aytamiz, hamma o'zining imkoniyatidan kelib chiqib turib gilam oladi. Inshaalloh hammaga nasib qilsin, yaxshi qalin gilamni olib, qalin gilam bilan tutish. Men demoqchi bo'lganim hamyurtlarimizga mana shu yupqa gilamni oldim, men yaxshi gilam olmadim degan xayol bo'lmasligi uchun men demoqchi emas, siz yupqa gilam olsangiz ham ancha yil xizmat qiladigan yaxshi narsa olasiz. Men demoqchi bo'lganimki, mana orqasida mana hozir o'zingiz ko'rdingiz, buni kilesi yo'q. Oddiy kilega berilgandagi palos sifat narsalar emas bular. Hammasi to'qima stanoklarda chiqqan. Gullarini ham har bittasini ko'ryapsizlar, juda ham yorqin ranglarda berilgan. Hozirgi zamonaviy o'zimizning eng oxirgi uslubdagi dizaynlarga tushadigan rismkalar tanlanadi. Buni har bitta dizayn ustida maxsus xodimlar bosh qotirib, hozirgi eng interyerga tushadigan yaxshi rismkalarni tanlashadi. Keyin buni yaxshi tomoni, mana siz hozir gulli variantlarini ko'ryapsiz. Buni high-tech dizaynlari ham bor. Yevropeyskining o'zining necha xil rismkalari bor. Xo'p, bunda hozir shu anaqada bitta razmerlarini ham aytib o'ting. Qaysi razmerlari bor mana masalan? Tushunarliroq bo'ladi. Bo'lsak, qarang, razmerlarimizga keladigan bo'lsak, gatoviy razmerimizda 1 ga 2 bor, 1.5 ga 2 ga 30, 2 ga 3 bor, 2.5 ga 3.5, 2.5 ga 4, 2.5 ga 5, 3 ga 4, 3 ga 5, 4 ga 5, 4 ga 6, keyin nostandart xonalarga 3.5 ga 5, 3.5 ga 6, eng kattasi 4 ga 7 razmergacha bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'taman. Agar xonalar nostandart bo'ladigan bo'lsa, masalan, meni xonamda bu yerda narsa bor, bu yerda narsa bor edi. Keyin razmerlari nostandart edi deysa, bularni hammasini high-tech stullarda deyshadimi, gulli variantda deyshadimi, metrajli kavralan daroshkalari ham bor. U nostandart xonalarga biz shunaqa metrajli kesiladigan variantlaridan razmerini aytishsa, kesib hammasini tayyorlab overlocklar qilib tayyorlab beramiz. Masalan, men hozir yana ham bitta soddaroq bo'lish uchun aytaman. Meni xonam masalan 3.30 ga 4 metrli bitta xonam bor. Siz aytmoqchi bo'lganingiz, mana bunaqa katta daroshkalari bor, metrajli kavrlarlari bor. Siz qarang, masalan, xonangiz 3.30, sizga men birinchi o'rinda 3.30 ga 4 metr. Agar men sizdan so'rayman, xonangizni poli yaxshimi? Agar xonam pol tartib qilingan yoki laminat qilingan chiroyli pol desangiz, men sizga tayyor 3 ga 4 razmerini shunaqa gatoviysidan. Gatoviysidan solsangiz 15 sm dan ochiq qoladi. Siz aytasizki, yo'q, meni xonam taxtali pol. Shuning uchun yoki yopmoqchiman yoki kraska qilingan pol, yopib bormoqchiman do'st. Endi siz xonangizga masalan mana bunaqa noodatiy high-tech stillarda chiqqan mana bunaqa kavralarlar bo'ladi. Eni 3.5 metrli. Eni 3.5 metr bo'ladi. Buni biz sizga 3.30 ga 4 qilib, atroflarini hammasini overlock qilib tikib tayyorlab beramiz.
Bu sizga shunda mana gullar high-tech bo'lganini hisobiga xuddi mana bunaqa tayyor, gatovoy narsa olayotgandek chiqadi gullari. Buni masalan mana bu yevropeyskiy siz high-tech stillari bor. Yo, menga gulliroq bo'lsin desiz, mana bunaqa gulli variantlarda chiqqanlari ham bor. Buni xillari ko'p bu sifatimizni. Masalan, hozir bundan birinchi etajimizda turibdi, osib qo'yilgan. Ularni hozir pastga tushganimizda birinchi etajimizda ko'rsatib o'tamiz. Bu ko'rsatayotgan gilamlarimizni daroshkalari ham bormi, yo'qmi, o'sha haqida ham daroshkalarimiz asosan koridorlarga yoki sifalnilarga yo'llarni o'ziga solamiz deysa, 80 sm dan 3 metrgacha bo'ladi. Orasida 1, 1.20, 1.5, 2, 2.5, 3 metrgacha daroshkalari ham bor. Endi daroshkalarda ko'pida asosan dizayni buzilmaydigan, keskanda gatovoyda chiqadigan variantlarni tanlanishini sababi endi kimgadir 3 metr kerak, kimgadir 2 metr kerak. Shunaqa variantlarda kessak, mana bunaqa gullari yarimta kelib qolmaydi, bir xil bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Shuni hisobiga daroshkalarda asosan o'sha guli buzilmaydigan dizaynlar tanlanadi. Bu hozirgi ko'rsatilayotgan gilamlarimizda masalan, mana hozir qizil rang qatlarigadir qizil rang aralashgan. Polni qizil rangliklari ham bormi? Yo'q, shunaqalari ham bor. Endi ko'pchilik ilgari bilsanglar qizil ranglardan qochishardi o'zi. Qizil rang hozirgi paytda ko'pchilik svetli rang solamiz deydi, lekin ahamiyat bersangiz, qizil rang hech qachon modadan qolmaydi. Qizillik yana bitta tomoniki remontlanmaydi. Levoy remontli xonaga solsangiz, o'sha xonani ochadigan narsa hisoblanadi. Endi masalan ko'pchilik agar qizil ranglari deysa, buni qizil rangi ham bor, bejiviy ranglari bor. Bu har xil dizaynda chiqadi. Sizga hozir mana men ikki xil gulini ko'rsatdim. Mana men 3-xil gulida mana menga o'xshagan mana bunaqa yorqin rangli chiqqani ham bor. Yiriroq gul xohlashganlarga bu juda ham mayda gul ekan deysa, mana bunaqa yirik fonda chiqqani ham bor. Endi bu risonganingizni solsangiz, nobodoga qarang, sizni xonangizda masalan aboylarni sal to'qroq qilib qo'ygansiz, yoki pardalaringiz, mebellaringiz rangi sal to'qroq. Endi u xonani yana ham to'q narsa solsangiz bo'g'ib qo'yadi. O'shaning uchun mana bu risongamizni soladigan bo'lsangiz, xonangizni sizni keng qilib ko'rsatib, sizni xonangizga aboylardagi to'qliklar, mebellardagi to'qliklarni hammasini yuvib ketib, bu xonani keng qilib ko'rsatadi. Xo'p, qarang, bu aha, hozir qarang. Bu hozir bu yerda ikkinchi etajimizdagi ma'lumotlarni bitta tushuntirib o'tdingiz bu haqida. Endi pastiga o'sha qizil rangli metrajnilar haqida ham bitta pastlik birinchi etajimizda tushuntirib o'tsangiz. Bo'ldi, pastga keling, bo'lmasa pastga tushaylik, pastda qolgan suhbatni davom ettiramiz. Mana hozir birinchi etajga biz tushib, shu gilamni qizilini mana ochib berishdi. Hozir bu haqida ham bitta ma'lumot berib o'tadilar mana. Hozir sizga tepada ko'rsatgan gilamlarimni, masalan, mana hozir qizil ranglari bor deganim, mana men sizga 3 ga 5 lik razmerini ko'rsatyapman. Buni ham hozir aytganimizdek hamma razmerlari bor. Shu sanab o'tgan razmerlarimizdan har xil anaqasida chiqadi. Mana buni ham 2 xil 3 xil dizayni bor. Men sizga hozir bittasini ko'rsatyapman. Mana ko'ring. Juda ham chiroyli gullari, yorqin ranglarda chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin ranglarini. Qizillari ham masalan u eski qizil ranglida emas, bular hammasi mana sochli, to'q, bardoviy ranglarda chiqadi. Masalan, uyga solinsa, uyga cho'dek qilib chiroyli ko'rsatib turadi. Soddaroq qilib tushuntirganda shunaqa. Endi yana aziz hamyurtlarimiz, mana sizlarga hozir o'rtacha narxli gilamlarimizni ko'rsatdik. Keyingi sonimizda bundan yaxshi sifatda chiqqan mana bu kachistadagi gilamlarimizni hamma razmerlari bilan sizlarni hammanglarni tanishtiramiz. Buni ham gullarini, hammasini obzorini qilib beramiz. Sizlardan faqat qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolamiz. Endi sizlarni hozir kesiladigan metroviy daroshkalarimizni birma-bir ko'rsatamiz. Men yana bitta narsani aytib qo'yay, keyingi videolarimizda ham 2 kun 3 kun orasida chiqib boraveradi. Bir hafta 10 kunda emas, tez-tez chiqib kelaveradi. Mana bu daroshka xonamiz. Hozir aynan tepada ko'rsatgan gilamlarimizni, metrajli gilamlar haqida endi bitta ma'lumot bersangiz. Xo'p, men sizga boya aytib o'tganimdek, daroshkalarda asosan tanlanadigan narsaki, kesganimizda razmerlarida gullari buzilmaydigan, juda ham chiroyli, gatovoydek bo'lib chiqadigan dizaynlar tanlanadi. Endi misol uchun mana men sizga oddiy misol, mana bittasini ko'rsatishim mumkin. Qarang, mana shu dizaynimiz mana yevropeyskiyga moslangan gul bo'ladi bu. Mana siz hozir masalan 3 metr olasizmi, 4 metr olasizmi? Menga nostandart xonangizga
kesib bergin desiz, shuni kessam sizga gatovoy deb bo'lib chiqadi. Ha, buni demoqchisiz hozir hammasini gulli variant emas, mana shunaqa kesilganda guli bizilmaydiganlari chiqadi. Bunday variantlari ko'p tanlanadi. Buni mana qarang, 80 santimetrdan 4 metrgacha bo'lgan oraliqda hamma komplektlari bor. Endi kimnidir xonasiga 2 metrlik kerak, kimgadir 2,5lik, kimga 1,5lik kerak. Hamma komplektlari bo'ladi. Har bitta mana shu turgan darushkamizni ochib bergan gullarimiz, dizaynlarni hammasini shunaqa 4 metrgacha kabralarlar bilan bo'ladi. Xo'p, men bunga qo'shimcha qilib aytib o'tishim mumkin. Bu gilamlarni qizil rangli metrajnilari bo'lmaydi. Bu ranglar shunaqa yorqin ranglarda chiqariladi. Yorqin ranglarda chiqarilishining yana bitta sababiki, qizil rangda chiqarmayotganimiz darushkalar asosan kichkina razmerlarda solinganini hisobiga bu kichkina razmer ham siz uyingizda bo'g'ilib qolish kerak emas. Joyingizni keng qilib ko'rsatadigan, insonning nastroyiga ta'sir qilmaydigan bo'lishi kerak. Shuning hisobiga metrajlarda asosan ko'rsangiz, seriy rangi ham, kanishli rangi ham hammasi yorqin, bo'g'maydigan ranglar tanlangan. O'zi mana do'kon bo'yicha o'zi ko'rsanglar ham, masalan, unaqa bo'g'u ranglar yo'q, hammasi yarki ranglar ishlatilgan. Bu hozirgi ko'rsatayotgan mana daroshkamizdan tashqari yana daroshkalarimiz bor. Bundan tashqari yana boshqacha gullarniki ham bor. Endi bu hozir masalan biz har qatga joylashtirganmiz. Mana masalan, mana shu gul ham shu gilamimiz sifatida. Keling, men sizga ozgina gulni ochib beray shuni. Orasida turganligi uchun hammasini endi bittalab endi metrajli bo'lgani uchun ochish iloji yo'q. Mana bitta ko'rsatib o'tamiz. Hammasi high-tech stilda. Kessa masalan hech qanaqa gullari buzilib qolmaydi. Nostandart xonaligi. Mana masalan biz hozir 80 taligi. Buni biz hozir 70 ham qilib beramiz, 60 sm ham qilib beramiz. Nostandart hamma razmerda to'g'rilab bemalol qilib yuboramiz. Hozir bitta yo'l ikkitasini ko'rsatdik. Mana masalan hozir bu yerda mana mamatga joylangani bor. Mana gilam ham xuddi shundan. Orasida har qatga joylab qo'yilgan. Mana mamma gilamimiz ham shu yerdan. Bularning lekin komplekt hamma razmeri bor. Endi bu narsalarni men hozir masalan telefon orqali qalinligi yoki nimasini ko'rsatib o'ta olmayman. Buni endi do'konga tashrif buyurilganda imkon boricha tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, bitta narsa esdan chiqib qoldi. Biz adresimiz haqida ma'lumot bermadik. Mana shu adresni tushunarli, to'liq qilib, chiroyli ma'lumot bering adres haqida. Xo'p, bizning adresimiz Toshkentda, Yunusobodda joylashgan. Bu yoq 3 qahramon tomondan keladigan bo'lsanglar, 3 qahramondan Sampiga 2 kilometr yurganingizda chap qo'lingizda keladi. Agar bu yoq Sampi tomondan keladigan bo'lsanglar, 3 qahramonga kelganingizda o'ng qo'lingizda keladi. Sabzavod Arkani yonida joylashgan Samertex degan do'konimizda shunda bitonkani bo'yida ko'rinib turadi. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Keladigan mijozlarimizni telefon orqali aloqaga chiqsa, biz Telegramda aniq lokatsiyalarini tashlab beramiz. Yana bir bor hammanglarga juma ayyom muborak bo'lsin. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz. Hop, adres haqida yana ikki og'iz qo'shimcha qilishim mumkin. Masalan, nimanidir arender qilib do'konga kelmoqchi bo'lsanglar, shunda do'konimizning oldida Sabzavod Arka joylashgan. Do'konimizning bu yoq tomonida Xonsaroy hozir yangi domlarni quryapti. Xonsaroy Turkiston Avenue'lar shunda yonimizda turibdi. Shular Arka bilan Xonsaroy domini o'rtasida ikki tashkali katta Samertex gilamlar olami degan do'konimiz. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz.